Spark orqa amortizatorlarda yamaga tushganingizda yoki politsiskidan o'tganingizda daqillagan yoki duruqlagan ovoz chiqadi-yu. Hozir men sizlarga bitta lifehack ko'rsataman. Aynan o'sha lifehackdan keyin sizlarda orqa amortizatorlaring yumshoq bo'lib qoladi va yumshoq yuradi. Undan oldin siz videoga bitta like bosib, videoni sahranetga olib qo'ying. Bunaqa lifehacklarni hali sizga hech kim bermagan. Sizni avtomobilingizda orqasida Spark amortizator bo'ladimi, Nexia amortizator bo'ladimi, buni farqi yo'q. Amortizatorni yechib olib, udarniklar bilan chiqarsangiz, o'qda o'zi qoladi. Shu o'qqa yana bitta udarnigini olib, albatta buni uch qismini kesib tashladi. Buni butunligicha qo'ymanglar. Sababi bu uzunligini hisobiga ishlash hoti kamayib qolishi mumkin. Shuning uchun uch qismidan jichchagina olib tashab, bu udarnikni qo'yib, yana qaytadan bu udarnigini qayta qo'yilsa, yamaga tushishi va yoki politsiskidan o'tganda daqillagan ovoz berishi yo'qoladi. Video manfaatli bo'lgan bo'lsa, Spark bor o'rtoqlaringga videoni jo'natib qo'yib, albatta bizni kuzatishda davom etinglar.